Hurmatli muxlislar, kuzatuvchilar, mana salkam 2 oy bo'lib qoldi. Qirg'iziston 31-yanvar kuni chegaralari chorvaga yopib qo'yuvdi. Keyin chegarani oldida chorvalar to'planib ketgandan keyin 3 hafta o'tgach, mayli, mana shu to'planib qolgan chorvalar eski hujjat bilan o'tsin deb o'tkazib yuborib, taqataq bu yog'ini to'xtatib qo'yishuvdi. Mana salkam 2 oy bo'lyapti. Chegaralarni rasmiy yopib qo'yishganiga o'shanga ko'pchilik menga savol berishyapti. Qachon endi chegaralar ochiladi? Demak, biz doimiy ravishda hamkorlarimiz bilan aloqaga chiqib turibmiz, xabar olib turibmiz. Ana o'sha xabarlarga binoan boshida 18-mart, 20-martlarda chegara ochiladi degan ma'lumot tarqalgandi. Mana kecha bugun yana yangi ma'lumot chiqdi. Yo'q, 25-martlarga chegara ochilar ekan deb. Mana shu xudo xolisa kelayotgan seshanba kuni deb 6 oy muddatga 60 mingta qo'y O'zbekistonga chiqishga ruxsat tarqalar ekan va chegara ochilishi bilan xudo xolisa qo'ylar manzilimizga yetib keladi. Shanba kuni agar ochiladigan bo'lsa chegaralar, bitta fura xudo xolisa qo'ylar kutyapmiz. Xudo xolisa belli qamishdan bog'lab turasizlar. Endi mana shunaqa ekan. Nima qilasiz endi? Nima qilamiz endi? Boshqa iloji yo'q. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.